Ma doyunda ada sat aşu hamboqula qo'xshatgan cha qarışı shundami sat petishni qumga o'xshatgan g'alchilni mishkis paydalab qapti. Usul ma'lumiymish deha. Men bu chaqchi bir usul ma'lumiga bir yig'iz gapni qilib baqmagan. Ammo yurkandagi gapdan to'tag'iz qilib olayamda. Ay nima ba'zi bizangning o'ynagan usulisa uğavaltıp da manda usul oynaysan kadar cibo açıp kap şıpın havda doyunda usul oynayışın gitsen ki manda kap. Arsan. Nemi arsan ha nemi arsan. Usul dikeni manda ulaşı karab manda oynamam da manda kap ona. Nema oynagan bilmen arkasını ki xotun kişte kap bari manda kap da. Meyen 180 gradus töpüskü kötü yap da. Kopun dikeni mişegi manda kız hükülüp çıkışanken işte nokumoda kap çağına. Yakın kagına ustam. Ma yine bir gap. Ma akşam olsa şaqonchilik ma kuchuga paydo bo'lib qolgan 5-6 mingqa an ma apakanizning paypqiga tiqib qo'ygan 200 ga ko'p pulni elavasi 200 ko'ga 2 kun mashina jaga atgan an 20 ko'ga may quvasa shu 3 mingda dasitgan showlayna mashinada yo'qmasangiz mening o'sha ishga o'saydisangiz men bu ishaqqa deb anlashdingizmi o nima yandugan chaq menda yo'lni ko'gilimi deb qo'shpas basa taxe kichik chaqqa appi shoq mingday deb aketgan ammo uchog'liq damping chayrit qilma ulagning kuzday tok yanmaytgan chig'im yanmaytgan cho'lib ketgani qopgan ko'napiliqda yan tok ketgan menda damping chayni deb chiqib qalla menda bir chaq bekitib haydila janim akili o bilmaga akşam tas qoldim men o'stanga uchib ketgilaydi mashina deb mingab qaytapdan kelgan showma bir menda kichik chaqqa appamida yine onunla bulaptı da şunda astay da kelsa men taptın uçqanday domonakda yayda bir dampanchani men deb chiqyapti bir akamdan misa mashina to'xtatgancha akam qalaqinlab bomida desam meniki xatolikma bir sekundning ichida uçqim deb bo'ldi meniki xatolikma deb amizi kimniki xatolik o'tda Muşu mashina degan mendiki xatolik mendiki tayliq qo'kanni tutgancha shu chuqur katakkosi üzerine etib tepamga bir topa tashib olsa men xo'shuslar qazingma ama kuanga pasanın yakışın tıkıdırmam da şaqonchilik sal bir inamında edişken da haq yolunu kömmedim da kichik pasni belsem de iki qitim chaqni oldi keniga tatib pas verse kichik chaqqa appeli mana do yan dip mangmay an ima yolning o'tidagi seyrsizligini bir diqqat qilib qo'ylaman da asli ma yolning o'tiga chiqib bir tatay debdim mana yeni bir showdim bizim mashinada shum qaytgan showdim biza gap soqib atmışın deb etizliqqa kelib tatdim mana bakaga anma mening inkasayimga qalaymagan xat yozib qo'ygan hindildim mishkis paydalab qapti resimingni chaplab qap og'zimni 3 bujoqqa toza tillay desam adamning shomay qap qapti mumkin bo'la qap qasini mashinada baqqanda xat yozishgan haqasini bu chappaqangni menda ahvol an mashinada manganchada kechalikda mundo chig'ini yan deb akab kichik chaqqa appam etqanlar haqasini u chappaqmaganma mida qalaymagan xat yozganlar Bazı amdaydan mundo chig'ini ham deb akasun. Bazı arpalarning chig'ini bekitib haydison mashinani an uchoq dabdan botan. Yo'lnama ko'mi osama jambetmanga yelim bilan ketibmiz hadi titani solab doktorxonada. Anma bu usul ma'lumlari. Usul o'rgatalisang tuzuk o'rgatgan. Usul o'rgatanmasang yana bu jiboni echib qapayna. Sen sıdaq belanla mingda tolg'ab nima qilsankan pasaning yag'achini aka bu ushig vaqlinga bitib qolsam deb qoldim men. Bitta uğavalda usulanishni o'tila. Ni yaxshi ma'lumlova qo'ldan nurg'un san'atga yetishib chiqqan, nurg'un usulchilik yetishib chiqqan. Ajunning doynisini ko'p oltimiz ya. Ajulama xilna abda o'ynab bitusuna. Uğavalda o'ynamamda qizvaldayman-da. Nima? Potavchi sen inekka qishqilak tosh avali sat qo'ygandan shu manat qalchilik qilib qapti. Al mush yig'anda meniki inkasanim yamanchaq shu heja qizini aytib qo'ydingmi? Am bu shoqilaqligi zopini tatib qo'yib bo'lmadi aldashchilik sababidan. Endi men bugundan boshlab adas qiziqarli zopini ishlab bermoqchi. Ma'lum mening zopinimni yaxshi ko'rib bitqanlar, meni satga qatgan deganlar, sirp o'tib kelsanlar bu o'zing o'zga qilib chiqinglar doyinga. Endi heja qizini ko'rgan chog'da endi og'zim buzilib ketib qoldi meniki. Doyun tavallikida sal kallisqa poqmangab ketgan shovchildi mishkis paydalab qapti. Shu qunga mundo choqatmaq qo'sa kelib tiqavatqiday. Qaliqadak chaktinishib ketgan, shu choyga qalisa shu ishning qunga o'tgan shundami sat petishning qunga o'tgan shovchildi mishkis paydalab qapti. Aytaq qana shunla bir ko'san. Ima adashi changerigini renjan chingdo jan ayinan sho deb naqshitqina. Ay, seni bir anang naqshini buzib aytqin balam deganman. Manda aytgandikin tuzuk etsan o naqshini
Nima naqshini buzib sen san'atni qalaymagan qilib, natija vaqt ne qilmish xalqlarniki qalaymagan qilgan yapdima. Sen chiqib qo'y nurg'un qalaymagan qilayotdan sen quvonib qisib ol. Ma'nuniki zopan tatib qalsan baka sen boshpatga chiqib qalsi gazetninki. An uningdan boshqa men ama shujidamda bilmay ishdan qatsi tamaq etgan bir akamizdan bir ekan, kallisqi kaoniki mendagi ishki tal zidakni tiklabdi. Adas abdan tiklabsizlar ko'zidakni. Tazi tiklilar. Abo zidakni topishda o'tib qopsanlama bu tayni sal quvonib chiqib qolganda qipdi. Ma kallangni elishib qolgan bo'lsa do'yonga chiqib qalaymagan pasipnegalik zopan tatmay. Ma bizningki ma necha ming yillik ma ujuminingki men kap menda choqatmaqlar va quvonli ustib quvonli chiqib qolgan bo'lsa mishaligi suykab o'ynab olsanglar haqsiz bemochan omadmiz. Qalaymagan zopan tatmanglar. Agarda sizning hayotingizni kino qilib ishlatmiz. Mushu kinoning ismini siz qo'ying, desa siz bu kinoning ismini nim deb qo'ysiz. Agar mendim bir dovyanda misikap sizning hayotingizni kino qilib ishlatmiz, mushu kinoning ismini qo'ying deb qolsa, men kallamdan o'tgan hamma ishni deb turib, bu kinoning ismini muhabbat uchun vafot bo'lgan zidak deb qo'ydim. Ayani undan boshqa mushu haqqasin nim deb qo'ysa inkasroniga bir qoldirib qolinglar. Ama shu qiziqarli tinglovlar qilib qolsa, ati qiziqarli o'qib chiqib turibman doyimga. Ama shu inkasroniga yozgan har bir tal inkasga men o'zim javob qaytardim. Rahmat.